hamma usulli motor, kuchaytirilgan motor deyaveradi, lekin ko'pchilik qanot tayyorlanishini bilmaydi. Siz obunani bosib kuzatib turing, Nexia 2 ni qanot qilib usulli qilishi birgalikda ko'rib chiqamiz. O'zi motor 3 ta asosiy qismi bo'ladi. Bu ko'rib turganingiz motori golovkasi. Shu ko'rib turgan 4 ta kamerani har bittasida 4 ta klapan bo'ladi. Usulli qilish uchun shu gnizdolaning o'rnini kattalashtirib shilib chiqiladi. O'shanda 1.8 kattaroq klapan tushadigan bo'ladi. Jami 16 ta klapan kiradigan joyi bo'lsa, 8 ga 1.8 lasettinikini, qolganiga 8 tasi 1.6 donskini qo'yiladi. Bu 4 ta kameralarda havo kiradi. Motor boshqa joylarni kattalashtirilgandan keyin bu 8 ta teshuvlarni kattalashtirishimiz kerak. Ya'ni 4 ta old teshuvda havo kirsa, orqadagi 4 tasidan chiqib ketadi. Bu esa motor blok qismi, shu 4 ta silindr ichini shilib chiqiladi. Qo'limda turgan narsalar silindr ichida tepa pastga tushib chiqib ishlaydigan porshullar. O'ng qo'limdagi Nexia 1.6 niki, chap qo'limdagi Tracker'niki. Endi biz 4 ta silindrni Tracker porshuniga moslab shilib chiqamiz. Faqat yana bitta e'tiborga olib qo'yadigan tarafi, Tracker porshuni ozgina uzunroq bo'lgani uchun tepasini ham nomga shilib qo'yamiz. Oldin 1.6 Nexia'ga 1.8 lasettinikini qo'yadi, lekin bir marta Tracker birikini qo'yib qo'ydi, yanada ot kuch qo'shildi. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Shu ko'rib turgan narsani motori vali hisoblanadi va hech qanaqa pirdelka qilinmadi. Shunchaki lasetda 1.8 nikini olib qo'yiladi. O'kala sizlarni ham o'shani usulini qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ishinglarni cho'tka qilib bitirib beramiz.